Yangi O'zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatining o'ziga xos jihatlari. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida shu mavzuga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda deputatlar, yoshlar parlamenti a'zolari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Davra suhbatida Prezidentimizning yoshlar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida belgilangan yo'nalishlardan kelib chiqib, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va yoshlar parlamenti oldida turgan ustuvor vazifalar muhokama etildi. Shuningdek, yoshlarning bandligini ta'minlash, ularning biznes loyihalarini amalga oshirishda nimalarga e'tibor qaratish lozimligi borasida ham fikr almashildi. Bu jarayonlarda yoshlar parlamenti a'zolarining ijtimoiy, siyosiy, huquqiy bilim va ko'nikmalarini yanada rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishiga alohida e'tibor qaratilib, bu borada galdagi vazifalar belgilandi. Prezidentimizning bayram tabrigida ham alohida ta'kidlab o'tildi. Ya'ni kim endilikda iqtidorli yoshlar, har bir yoshlar tumanda, viloyatda senatorlar va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlariga, kengash deputatlariga biriktiriladi. Tuman kengashlari qoshida yoshlar parlamenti maktablari tashkil etiladi. Shuningdek, biz nafaqat O'zbekistonda, balki mintaqamizda, butun dunyoda ham yoshlarning siyosiy faolligini oshirishda tashabbuskor mamlakatga aylanishimiz kerak deb ta'kidladilar. Shuning uchun we say yes to youth in parliament. Biz parlamentda yoshlarni qo'llab-quvvatlaymiz tashabbusini parlamentlararo ittifoq bilan butun dunyoda ommalashtirishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Davra suhbatida O'zbekiston yoshlari va talabalari forumida ishtirok etgan yoshlar parlamenti a'zolari o'zlarining taassurotlari va fikr mulohazalarini bildirib o'tdilar. Shuningdek, hududiy studiyalardan onlayn ishtirok etgan yoshlar parlamenti a'zolari ham kun tartibidagi masalalar yuzasidan o'zlarining takliflarini berdilar.